Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Inshaalloh mana bugun Andijonda qilayotgan zinamizning ikkinchi kuni. Bugun ikkinchi kun inshaalloh. Qisqacha zinamizning video obzorini qilib o'tishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Albatta mehnatimizni qadrlab, quvvatlab, obuna bo'lmaganlar obuna, podpiska tashlamaganlar podpiska bo'lib qo'yishini so'rab qolamiz. Kanalimizga albatta videolarimizga like bosib qolasizlar degan umiddamiz. Xo'p, endi qisqacha obzor boshladik. Qani ketdik. Stupenkamiz balandligi 15 sm. Har bitta stupenkamiz mana bu balandligi 15 sm, oyoq qo'yadigan esa 30 sm dan bo'lgan. Eni esa eng tor joyda 1.20, bu yerlari esa 1.30 dan chiqqan. Opshi 14 ta stupenkada ikkala tomonda ham o'rtasida ozgina bu yerda plashatkasi bor. Plashatkamiz ozgina oysimon, mana ko'rishingiz mumkin. Plashatkamiz oysimon. Bu yerda 6 ta stupenka, 6 ta stupenka tekis bo'lganda, undan yog'i aylana bo'lib, avvalna bo'lib bo'lgan. Oldida esa 2 ta stupenkamiz dumaloq stupenka bo'ladi bu tomonida. Ko'rishingiz mumkin. Zinamizni katta rabi yozorda.